Salom aziz do'stlar, siz bilan Asfandiyor Ibragimov va siz ushbu video orqali har bir punktning qiymatini hisoblashni bilib olasiz va bu sizga daromad hamda zararni to'g'ri hisob-kitob qilishda yordam beradi. Punkt bu valyuta kursining minimal o'zgarishi. Punktning qiymati esa amalga oshirilgan savdoning ko'lamidan hosil bo'ladi. Faraz qiling, siz 1000 AQSh dollarini 9000 so'mdan sotib oldingiz va buning uchun 9 million so'm to'ladingiz. Narx atiga 1 punktga ko'tarilgandan so'ng, bizning misolda 1 so'm bu 1 punkt, 1000 dollarni qaytib sotib yubordingiz. Shunda siz qancha daromad olasiz? To'g'ri, har bir dollar 1 so'mdan daromad keltirdi. Jami 1000 so'm daromad. Agar xuddi shu savdo operatsiyasini 10000 AQSh dollarida amalga oshirsangiz edi, albatta u holda sizning daromadingiz 10000 so'm bo'lar edi. Chunki har bir dollar sizga 1 so'mdan daromad keltiryapti. Ikkala holatda ham narxning farqi atiga 1 so'm, ya'ni 1 punkt. Lekin daromaddagi farq sezilarli. Bunga sabab savdoning ko'lami. Jahon valyuta bozorida ham xuddi shunday. Daromadingiz siz ochgan bitimning ko'lamidan kelib chiqib hisoblanadi. Jahon valyuta bozorida punktning qiymatini hisoblash uchun valyuta juftligida AQSh dollarining egallagan o'rniga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Agar AQSh dollari ikkinchi o'rinda, ya'ni baholovchi valyuta sifatida kelayotgan bo'lsa, ushbu juftlik teskari juftlik hisoblanadi va undagi hisob-kitoblar quyidagicha amalga oshiriladi. Bir lotning har bir punkti 10 AQSh dollariga teng, 0.10 lotning har bir punkti 1 dollarga teng, 0.01 lotning har bir punkti 10 sentga teng. Barcha teskari valyuta juftliklarida punktning qiymati yuqorida aytilganidek bir xil bo'ladi. Lotning ko'lami o'zgarganida punktning qiymati ham o'zgarishini unutmang. Yuqorida sanab o'tilgan punktning qiymatlari qayerdan kelib chiqyapti? Keling ko'rib chiqamiz. Demak, teskari valyuta juftligida birinchi o'rinda turgan valyuta tovar hisoblanadi. Ikkinchi valyuta esa baholovchi valyuta o'rnida qatnashadi va teskari valyuta juftligida bu AQSh dollari. Hisobimizda AQSh dollari bo'lgani tufayli biz daromad yoki zararni ham AQSh dollarida hisoblaymiz. Demak, yevro USD valyuta juftligining kotirovkasi 1.12.00 va siz bir lot sotib olsangiz, ushbu lot uchun siz 112000 AQSh dollar to'laysiz. Narx 1.12.00 dan 1.12.01 ga o'zgardi, ya'ni 1 punktga o'sdi. Endi sotib olingan bir lot yevroni sotsangiz, sizga yangi narx bo'yicha 112010 AQSh dollari to'lashadi. Qo'shilib qolgan 10 dollar sizning daromadingiz sifatida hisobingizga qo'shiladi. Aynan shu tufayli teskari valyuta juftliklarida bir lotning har bir punkti 10 dollarga teng, 0.10 lotning har bir punkti 1 dollarga teng va 0.01 lotning har bir punkti 10 sentga teng. Teskari valyuta juftliklarining barchasida yuqorida ko'rsatilgandek hisob-kitob qilinadi va punktlarning qiymati o'zgarmaydi. Punktning qiymati qanday hisob-kitob asosida kelib chiqayotganini endi tushundingizmi? Endi to'g'ri valyuta juftliklarida punktning qiymatini hisoblaymiz. Demak, USD JPY 107.00. Bu degani biz AQSh dollarini Yapon yenasi evaziga sotib olamiz degani. Ushbu valyuta juftligida bir lot AQSh dollarini sotib olish uchun biz 10.700.000 Yapon yenasi to'laymiz. Narx biz tarafga minimal o'zgarish qildi, ya'ni 1 punkt o'sdi. 107.01. Endi biz sotib olingan bir lotni, ya'ni 100.000 AQSh dollarini sotamiz. Bir lot uchun yangi narx bo'yicha bizga 10.701.000 Yapon yenasi to'lashadi. Demak, bu holatda bizning daromadimiz 1000 Yapon yenasi. Lekin bizning savdo hisob raqami AQSh dollari uchun mo'ljallangan. Shuning uchun hisobimizga daromad AQSh dollari ko'rinishida tushishi kerak. 1000 Yapon yenasi bizga daromad bo'lib qo'shilishi uchun uni hozirgi bozor kotirovkasi bo'yicha dollarga konvertatsiya qilamiz. Demak, daromad AQSh dollariga konvertatsiya qilingandan so'ng daromadimiz 9 dollar 34 sent bo'lib chiqdi. Sezib ulgurganingizdek, teskari va to'g'ri kotirovkalarda daromad bir-biridan farqli hisob-kitob qilinadi va ikkala misolda ham savdo ko'lami bir xil, ya'ni bir lot bo'lganiga qaramay, daromadning miqdori ham o'zgardi. Endi cross kurslardagi hisob-kitobni misolda ko'rib chiqamiz. Tarkibida AQSh dollari bo'lmagan valyuta juftliklari cross juftlik deb nomlanadi. Yevro NZD cross kursini olsak, kotirovkasi 1.73.00. Demak, 100.000 yevro uchun ayni damdagi kotirovka bo'yicha 173.000 Yangi Zelandiya dollari to'laymiz. Narx 1 punktga o'zgardi, ya'ni 173.00 dan 173.01 ga ko'tarildi va biz avval sotib olingan bir lot yevroni sotamiz. Yangi kotirovka bo'yicha hisoblanganda bizga bir lot yevro uchun 173.010 Yangi Zelandiya dollari to'lashadi.
va bizning daromad 10 Yangi Zelandiya dollarini tashkil etadi. Bu holatda ham biz daromadni hisobimizga qo'shilishi uchun Yangi Zelandiya dollarini avval AQSh dollariga konvertatsiya qilishimiz kerak. Shuning uchun 10 Yangi Zelandiya dollari hozirgi kurs bo'yicha, ya'ni 1.73.01 konvertatsiya qilinadi. Natijada bizning daromad $5.78 bo'lib chiqdi. Yuqorida ko'rsatilgan barcha matematik hisob-kitoblar va konvertsion amallar aslida broker tomonidan avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Treyderga bu hisob-kitoblarni amalga oshirishning hojati yo'q. Ko'rib turganingizdek, turli valyuta juftliklarida lot bir xil bo'lsa ham, daromad sezilarli farq qiladi. Shu sababli risk menejmentni aniq bo'lishi uchun hisob-kitoblarda albatta shu farqlarni ham hisobga olgan holda yuritish maqsadga muvofiq. Ushbu video orqali siz funtning qiymati qayerdan kelib chiqishini bilib oldingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.